Biz O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotlar haqida tayyorlayotgan har bir ko'rsatuvlarimizda tashkilotning jamiyatimiz va yoshlarimiz o'rtasida muhim o'rin tutib borayotgani haqida ko'p gapiryapmiz. Bu gal bu gaplarimiz nechog'lik to'g'ri ekanligini so'rov orqali aniqlashga qaror qildik. Mazkur tashkilotning o'stor yilligi oldidan uning faoliyatiga nazar tashlar ekanmiz. Hayolimizga shu g'oya keldi. Vatanparvar tashkiloti haqida yurtdoshlarimiz, asosan yoshlarimiz orasida qisqa so'rovnoma o'tkazamiz. Xo'sh, kim qanday fikrda ekan? Qani ketdik. Vatanparvar tashkilotida hamma o'rtoqlarim prava olgan o'qib, ularga qo'shilib men ham shu yerda o'qib pravamni olganman. Men televizorda ko'rganman. Shunqorlar musobaqasi o'tkazilardi. Vatanparvar tashkilotini o'shanda taniganman. Albatta bilaman, o'zim ham shu tashkilotda haydovchilik guvohnomasiga o'qiyapman. Yaqinda 2 oy bo'ladi. Ukalarim aynan shu tashkilotda haydovchilik guvohnomasini olgani o'qishyapti. Juda ham zo'r tashkilot. Ha, maktabdan borganmiz, pnevmatik quroldan o'qitganmiz. Bugun rosa ham yoqqa. Men sport turlaridan kartingga qiziqqanim uchun aynan karting bo'yicha vatanparvar tashkiloti musobaqa o'tkazgan. Aynan shu orqali taniganman. Biz borgandik, ochiq eshiklar kunini o'tkazishgandi. Haydovchilarni tayyorlaydigan xonalarni, mashinalarni ko'rsatishdi. Hatto sport bilan ham shug'ullantirishar ekan. Xudo xolisa o'zim ham haydovchilik guvohnomasini olishga boraman. So'rovdan ko'rinib turibdiki, yurtdoshlarimiz orasida vatanparvar tashkiloti haqida yaxshi biladiganlar ham unchalik ma'lumotga ega bo'lmaganlar ham bor. Lekin e'tiborimizni qaratgan jihati, so'rovimizda ishtirok etganlar orasida tashkilot haqida eshitmaganlar deyarli uchramadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, so'rovda ishtirok etganlarning aksariyati tashkilotning haydovchilarni tayyorlash faoliyatini ko'p tilga oldilar. Bu bejiz emas albatta. Negaki vatanparvar tashkiloti respublikamizda turli toifalardagi haydovchilarni tayyorlovchi eng ko'p o'quv muassasalariga ega tuzilma hisoblanadi. Vatanparvar tashkiloti faoliyatini muntazam kuzatib borayotgan jurnalist sifatida shaxsan o'zim 2025-yil ushbu tashkilot uchun moddiy texnik bazani rivojlantirish yili bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Tasavvur qiling, shu yili respublika bo'ylab o'quv muassasalariga xarid qilingan yangi zamonaviy avtomototransport vositalari soni 660 dan oshdi. Hozirda bu avtomobillardan fuqarolarni haydovchilik kasbiga tayyorlashda foydalanilmoqda. Zamonaviy avtodromlarning soni esa 30 ga yetdi. Bir qator o'quv muassasalari yangi binolarning qurilishi davom etmoqda. Aksariyati ta'mirlanmoqda. Bu yil ham odatdagidek vatanparvar tashkiloti mening tanlovim shiori ostida ochiq eshiklar kuni tadbirlari, biz vatanparvarlarmiz, 3 avlod uchrashuvi kabi harbiy vatanparvarlik tadbirlarida yoshlar orasida vatanparvarlik, mehnatga mas'uliyatli munosabat va harbiy xizmatga hurmat tuyg'ulari targ'ib qilindi. Yurtdoshlarimiz har yili katta qiziqish bilan kuzatib boradigan Shunqorlar harbiy sport o'yinlari 2025-yilda ham yana minglab yoshlarni qamrab oldi. Joriy yilda Andijon viloyati yoshlari Shunqorlar harbiy sport o'yinlarining respublika bosqichida g'alaba qozonib, vatanparvar tashkiloti markaziy kengashi raisi kubogiga sazovor bo'ldi. 2025-yil vatanparvar tashkilotining sportchilari uchun ham omadli keldi. Yil boshidan hozirga qadar sportning texnik va amaliy turlari bo'yicha respublika va xalqaro darajada 50 dan ortiq sport musobaqalari o'tkazildi. Dunyo sport ixlosmandlarini hayratga solgan birgina misolni keltiraman. 2022, 2023 va 2024-yillarda Qozog'iston Respublikasida raketa model sporti bo'yicha o'tkazilgan Baykonur kubogi xalqaro sport musobaqalari va Korkit Ata jahon kubogi bosqichlarida birinchi o'rinni egallab kelgan vatanparvar tashkiloti sportchilari 2025-yilda ham ushbu olamshumul natijani takrorladi. Aziz hamyurtlar, biz vatanparvar tashkilotini yana bejiz eslamadik. Kirish so'zda aytganimizdek, ayni kunlarda tashkilotning 34 yilligi nishonlanmoqda. Mazkur tashkilot haqida gap ketganda axborot manbalarida uni tez-tez xalq va armiya tayanchi deb ta'riflashadi. Guvoh bo'lyapmizki, vatanparvar tashkiloti bu ishonchni oqlash uchun har doim xalq, yoshlar va armiya bilan. Biz tashkilotdan bundan ko'p yutuqlarni kutib qolamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz vatanparvarlar. Sizning ezgu shioringiz doimo yodimizda. Vatanparvarlik oliy maqsadimiz.